Sevgi munosabatlarida sizni nimalar kutyapti? Bugungi mavzuyimiz ikkita variant bo'ladi. O'zingizga yoqqanini tanlang. Sevgi munosabatlarida nimalar kutyapti? Birinchi variant nimalar kutyapti? Ikkinchi variantni nimalar kutyapti sevgi munosabatlarida? Личный расклад uchun video ostidagi raqamlardan Telegram, WhatsApp orqali yozishingiz mumkin. Kerakli ma'lumotlarni o'sha yerdan yuboraman. Xo'p, birinchi variant sevgi munosabatlarida nimalar kutyapti? Sevgi munosabatlarida siz ko'rmagan tarafi, ya'ni munosabatlar qaysidir vaziyatlarda siz kutmagan va ko'rmagan taraflarini ko'rishni boshlaysiz. Va bu munosabatlar doim rivojlanayotgan munosabat. Va agar bu hayotingizga yangi bir inson kirib kelgan bo'lsa, mana shu yangi bir munosabatlar, his-tuyg'ular, hayajon bo'lishi mumkin. O'rtalaringizda hayajonli munosabat bo'lishi mumkinligini ko'ryapman. Lekin bu ayol sizga ayol kishi turibdi bu yerda. Ayol judayam jozibali, go'zal, yoqimli, o'ziga tortadigan nimasidir bor ayol va bu ayol bilan munosabat, sevgi, romantika, uchrashuv, mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Agar siz uchrashadigan bo'lsangiz, yangi tanishgan inson bo'ladigan bo'lsa, bu yerda judayam iliq munosabatlar bo'lishi mumkinligini ko'rsatyapti. His-tuyg'ular, his-hayajon, iliqlik, mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Uchrashuvda, sevgi munosabatlarida, yangi munosabatlar, agar anchadan beri munosabatlaringiz davom etib kelayotgan bo'lsa, hayajonli, iliqli qandaydir uchrashuv kutyapti. Munosabatlaringizda judayam yaxshi rivojlanyapti munosabatlar. Haliyam siz yoqasiz u insonga, go'zalsiz, jozibali ayolsiz. Erkaklar bo'lsa, buni o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Demak, siz yoqtirgan inson go'zal, jozibali inson. Nimalar kutyapti? Nimalar kutyapti? Qarang, bu yerda nima bo'lishi mumkin? Bu yerda qandaydir moddiy tarafdan qandaydir qayergadir ketishni o'ylab turgan bo'lsangiz, qayergadir ketishingiz, niyatlaringiz amalga oshishi mumkin. Moddiy tarafdan bu oilangizni xursand qilishi mumkin. Balkim ham munosabatlarda, ham oilada garmoniya bo'lishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Lekin bu narsa kimnidir xafa qilyapti. Bu narsa kimnidir norozilik qilyapti. Balkim siz ishlab topishingiz kerak, oilangiz uchun harakat qilishingiz kerak va balkim munosabatlarda vaqt ajrata olmay qolishingiz mumkin. Fokusingiz ko'proq ishga qaratilganda munosabatlar qolib ketib qolishi mumkin. Lekin umuman olganda yomon emas. Hammasi joyida. Buni kelishib garmoniyada, ya'ni bir xil to'lqinda, ya'ni munosabatlarni ham, ishni ham teng olib ketsa bo'ladi. Bu yerda siz fokusingizni ko'proq ishga qaratib borishingiz mumkin yoki ketib qolishingiz mumkin. Qayergadir boshqa davlatga ketmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, mana shunaqa holat bo'lishi mumkin. Lekin yomon narsa emas. Bu yerda ozgina norozichiliklar bo'lishi mumkin. Norozi bo'lmang, kelishib ish qiling. Hammasi joyida, hammasi mukammal bu yerda. His-tuyg'ular joyida, uchrashuv, sevgi, romantika, iliqlik, hammasi zo'r. Faqatgina ham moddiy, ham ma'naviy tarafni teng olib ketishni maslahat beraman xursandchilik uchun. Balkim kimlardir oila qurish uchun harakat qilayotgan bo'lishi mumkin, pul to'playotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lishi mumkin keyinroq.
ishga qaratib pul to'plash, oila qurishga harakatni boshlagan bo'lsangiz, bu narsa sizni ya'ni vaqt ajratolmay qolishingizga olib kelsa, bu norozilikka uchrashi mumkin. Lekin maslahatlashib, gaplashib, tushuntirib, gaplashib olish bilan ko'p narsani hal qilsa bo'ladi. Judayam mukammal munosabat bu yerda. Faqatgina ozgina bir-birini tushunish, gaplashib olish judayam yaxshi yordam beradi. Judayam go'zal munosabat tushdi bu yerda. Demak, ikkinchi variant. Ikkinchi variant yaqin kunlarda ko'pchilikni tan olinishiga uchraysiz. Munosabatlarda nima kutyapti sevgi munosabatlarida? Xo'p. Agar siz yutib chiqadigan bo'lsangiz, qaysidir vaziyatda sizni tan olishlari kimlargadir yoqmasligi mumkin. Tan olinasiz. Ko'pchilik sizga hayrat bilan qaraydi. Ko'pchilikni boshqara oladigan, ya'ni sizni gaplaringizga quloq soladigan holatlar bo'ladi. Ya'ni sizni gapingiz o'tadi. Sevgi munosabatlarida umuman atrofingizdagilar sizga judayam e'tibor bilan, diqqat bilan qaraydi. Har bitta gapingizga ehtiyot bo'ling, chunki bu yerda ko'pchilik sizga qaratilgan e'tibori va tan olinayotgan holatda turibsiz. Va bu yerda balkim siz sevgan insoningizni kimlargadir ortiqcha maqtab yuborishingiz mumkin. Lekin katta gapirib qo'ymang. Bu yerda sevgan insoningiz sehr tushyapti. Bu yerda balkim sizni qandaydir erkak o'ziga istayotgan bo'lishi mumkin, tan olishingizni xohlayotgan bo'lishi mumkin. Sizni ya'ni sizga erishish uchun qandaydir sehr bilan sizga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda ikki insonni to'qnashuvini ko'ryapman. Ya'ni qaysidir vaziyat amalga oshish uchun u ham siz ham qandaydir sehrdan foydalanayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu yerda fol ochilishi, sehr qilinishi mumkinligi haqida ko'rsatyapti. Qaysidir vaziyatni barham topishi uchun bu yerda judayam ko'p sehr yutishga, mag'lub qilishga, tan olinishga qilinayotgan sehr bor bu yerda. Hayotingizga yangi bir inson kirib kelmasligi uchun qilinayotgan sehr bor. Taqdir yo'llaringizga qilinayotgan sehr bor. Sizni yolg'iz qolib ketishingiz uchun qilinayotgan sehr bor. Sizni hayotingizga yangi bir insonlar kirib kelmasligi uchun qilinayotgan sehr bor. Agar siz kim bilandir o'rtangizda qandaydir kelishmovchilik bo'lgan bo'lsa, aloqalaringizni uzgan bo'lsangiz, munosabatlarda balkim kim bilandir o'rtalaringizda munosabatlar uzilishi bo'lgan bo'lsa, mana shu inson sizga sehr qilyapti. Sizni hayotingizga yangilik kirib kelmasligiga, yangi insonlar kirib kelmasligiga, turmush qurish, oila qurish yoki shunga o'xshagan taqdiringizni o'zgartirish bilan bog'liq vaziyatlarda qilingan sehr bor. Ojiz qolib ketishingiz uchun, hech kim yordam bermasligi uchun, turmushga chiqa olmay, oila qura olmaslik uchun qilingan sehrlar bor. Va hayotingizga umuman yangi bir insonni kirib kelishini xohlamayotgan holatda turibdi bu inson. Fol ochgan, ko'rsatgan sizni, sehr qilgan va men buni amallayman, qo'limdan keladi, boshqaraman, shunday holatga solaman, hayron qoladi deyapti. Nima qilish kerak? Harakatdan to'xtamaslik kerak. Bitta joyda to'xtab qolmaslik kerak. Bu insonni harakati unaqa ko'p natija bermaydi. Vaqtinchalik bu harakat. Sizni vaqtinchalik to'xtatib qo'ya olishi mumkin xolos, lekin sizni harakatingiz, oldingi harakat juda ham yaxshi natija olib keladi. Sizni qilishingiz kerak bo'lgan vaziyat bu munosabatni tag tugi bilan kesish, bu munosabatni yo'qotish. Agar hali ham gaplashayotgan bo'lsangiz yoki qandaydir munosabat bo'ladigan bo'lsa, bu insonda umuman fokusingizni boshqa tarafga oling. Bu inson oxir-oqibat harakatlari natija bermagandan keyin voz kechadi. Siz bilan olishishdan voz kechadi.
Mana shunaqa sizni xo'p nima qilish kerak? Harakat qilish kerak. Doim harakatda bo'lish kerak. Ya'ni oldinga harakat qiling, to'xtab qolmang, siqilib qolmang, bitta joyda turib qolmang. Shunda bu inson o'zini maqsadiga erisha olmaydi. Bu sehrni kesish kerak, tozalash kerak. Shunda hammasi joyida bo'ladi. Ya'ni eng kamida o'zingizga dam soling, o'zingizga qaytarma qiling. Ertalabda mana shu o'qiladigan duolarni o'qib, namoz o'qiydigan bo'lsangiz, ertalabda Qur'on o'qing. Qur'on o'qib o'zingizga dam soling, qo'rg'onlang, tozalang o'zingizni. Mana shunaqa qilsangiz bo'ladi. Ayniqsa namoz o'qiydigan odamlar, sizga maslahatim doim o'zingizga dam solib yuring. Ya'ni erinmaysiz mana namoz o'qigandan keyin hech qancha vaqt ketmaydi, o'zingizga dam solib o'qib qo'yishingiz. Bu yerda обязательно kimgadir borib tozaloq qilishingiz shart emas, o'zingiz tozalasangiz ham bo'ladi. Lekin bu yerda haqiqatdan ham sehr aralashganligini ko'ryapman. Erkak kishi qilyapti bu narsani, erkak. Maqsadiga erisha olmagani uchun, balkim siz tan olmagan bo'lishingiz mumkin, balkim siz bu insonni yutib chiqqan bo'lishingiz mumkin munosabatlarda, ya'ni qandaydir holatda. Va bu inson tan olinishni xohlayapti, sizni yutishni xohlayapti. Bu yerda men g'olibman deyapti, men g'olib bo'lishim kerak deyapti. Shuning uchun siz bilan olishyapti. Sizga maslahatim shu: o'zingizni tozalang, o'qing, duolar o'qing, doim duo o'qib yuring, harakatdan to'xtamang, bitta joyda turib qolmang. Eng muhimi bitta joyda turib qolmasligingiz. Shunda bu insonni hamma harakatlari bir tiyin bo'ladi. Mana shunaqa kartalar chiqdi. Bugungi raskladimizda keyingi videoda uchrashguncha.